ko'zlaringiz xiralashib borayotgan bo'lsa, har safar 5 dona shalg'amni pishirib yeb oling och qoringa. Ko'pchilik yomon ko'radi shalg'amni. Sho'rvada iminni shalg'amni ajratib tashlaydi. Rosa ko'p odam yomon ko'radi, bir 80% odam yomon ko'radi shalg'amni, lekin shalg'amni foydali xususiyatini kitobdan o'qisangiz, kartoshkani ajratib, go'shtni ajratib tashlab shalg'amni yeysiz. Butun organizmingizdagi shamollashni haydab chiqaradi, quvib chiqaradi. Bir qancha juda ham kerakli, foydali kitoblarni olib keldim O'zbekistondan, Rustam tabib xonadonidan. O'zbekistonda nomer 1 tabib desam yolg'on bo'lmaydi. Shunday tomiringizda ushlab, qayeringiz kasal, qayeringizdda og'riq bor, hammasini aytib berar ekan. Ko'zim bilan guvohi bo'lib keldim-da. Jonlaringiz sog' bo'lsin, aytganini qiling, shalg'amni har safar yeb yuring. Menga rahmat aytasiz. Bir hafta 10 kun yeng, o'zi bilina boshlaydi. Ko'zlaringiz burgut ko'z bo'ladi. Tojikistondan G'ulomjondan foydali maslahat. Tojikiston va pesh.